Assalomu alaykum hammaga. Mana hozir biz mol boqishda eng samarali usuli haqida sizlarga video murojaat qildim. Mana bu qozonimiz 550 kilolik qozonimiz. Bunga mana 250 litr suv quyildi. 200 litr quysam ham bo'ladi. Bunga endi 200 litr suvni tagiga mana ko'mir, 30 kilo ko'mir, mana bu apparatimiz purkab turadi. Ichkariga diska qilib, qulay qilib, yonadigan qilib ko'rishinglar mumkin. Qiziq bo'lganlar uchun mana apparat yoqamiz, purkab yondirib beradi. Yem pishirishga ham odam qiynalmaydi. Bu qozonimizga 200 litr suvni quyib, 2 kelacha tuz solinadi. 2 kelacha tuz solinadi. Qozon tagiga o't yoqiladi. Ko'mir bilan suvni qaynoq holatga keltirib, apparatni o'chirib qo'yiladi. Mana 200 litr suv deb hisoblasak, 200 litr suvga birinchi navbatda 10 kilo kunjara solinadi. 10 kilo kunjarani solib, 2 minut o'tgandan keyin orqasidan 30 kilo makkani, bug'doyni maydasini solamiz. 30 kilo bug'doyni maydasi, orqasidan sirazi arpani maydasi 30 kilo, 25 kilo makkani unidan solib 2 soat tegmaymiz. Qaynagan suvda bu shimib yaxshi bo'lib oladi. Keyin 2 soatdan keyin olovni bitta yoqib aralashtirsangiz, xuddi mana shu holatga, mana chiroyli mana moshkichiri holatiga yem keladi. Buni yegan mol tez va samarali natija ko'rsatadi. Buni hamma ham bu yemni pishirish mumkin. Hamma ham qila oladi. Hammani mana oddiy uy, mana 6 sotix hovlida mana 20 ta molga sharoit qilingan. Oddiy xonadon. Hamma ham bu yemni pishira oladi, lekin bu yerda asosiy narsa molni rejimini har kun bir xil vaqtida berish. Bir xil kilogramda berish bu molni holatiga qarab. Misol uchun, bu yemdan hozir biz kecha kelgan yangi mollarimizga mana birinchi yem pishirishimiz boshlanishiga 5 kilodan har bittasiga 5 kilodan solib beramiz. Bir mahal ertalab, bir mahal kechqurun, bir mahal 5 kilodan boshlanishiga yangi kelgan mollar 3 kun 4 kun berib ko'riladi. Tugmasa 6 kilo, sekin 10 kun 15 kunda maksimal 8 kilogacha yeya oladi. Undan ko'pini yeyishi mumkin. Keyin midasi to'yib bir oy yegandan keyin yemay qo'yish uchun retseptiga qattiq e'tibor berish kerak. Mana chelaklarga mana shu chelakka tarozi orqali mana 5 kilodan qozonda oldiga olib borib olinadi. Retseptni olib borib olinib, qozonda oldiga aniq qilib taroziga qo'yib 5 kilodan mana bitta chelakda molga, bitta molga 5 kilodan mana shu yemdan solib berilsa, mol 90 kunda tanasiga sig'may ketadi. Demak, mana shu qozonga solingan mana rasxotini hisobladik. 100 kilo bug'doy, makka, arpalar solingan bo'lsa, maksimal 400 ming hisoblaylik. 400 ming hisoblasak, 400 mili ovqat. Buni mollar 5 ta molimiz bor. 5 ta mol buni 6 kun yeydi. Demak, 100 kunda nari borsa 5 ta molimiz 6 million rasxot va 7 million rasxot ketsin. Mollarni hozir molxonaga kirib yana ko'ramiz. 7 million rasxot ketsin, lekin bu yemni har kuni yeb tursa mollar yotib dam olyapti. Yeb tursa, inshaalloh tajribadan o'tgan 100 kunga bormay mollar tanasiga sig'may ketadi. Molni aldab hech qachon semirtira olmaysiz. Molni aldab bo'lmaydi. Har kuni обязательно mehr bilan shu ovqatni bir haftada bir pishirib qo'yib, to'llab
500 kala pishirib qo'yib, yaxshi pishsa aynimaydi. Chala pishsa aynib qoladi. Yemi chiroyli pishirib, retseptiga alohida. Har kuni bir xil vaqtda, ertalab 7, kechqurun 7, obedda 11:30 da suv. Hop. 1:30 da 5 ta mol hisoblaydigan bo'lsak, bir qop silosimizni 5 ta molga bir qop silos normalni yetadi, ko'p kerak emas. Berib qo'yiladi, bo'ldi. Shu bilan kechqurun 7 da haligi yem. Haligi mana bitta somonni yarmini ikkita molning o'rtasiga tashaladi. Haligi yemdan hisob berilaveradi 5 kilodan har bittasiga. Shunda har kun bir xil vaqtda qaralsa, 90-100 kunda mana shu mollar, xudo xolasa, bittasidan qilgan rasxotinglar chiqib ketadi. Bittasidan 6-7 million foyda qoladi. 4 tasidan toza 7 milliondan mana 14-28 million 3 oyda mana 5 ta molni o'zidan qolib turibdi-da mana. Bitta molda asror yo'q, faqat buni erinmasdan rejimga solib boqish kerak xolos. Rasxot qilish kerak, rasxot qo'rqmay qilaverish kerak. Har kun bir xil vaqtda qarash kerak. Bir xil rejimda qaramasangiz rasxot ketaveradi. Bir xil rejimda astoydil qarasangiz 3 oyda mol tayyor bo'lib chiqib ketadi. Mana videolarimiz yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'ysangiz, biz kimgadir mana shu tashlayotgan videomiz sal bo'lsa ham foydasi tegayotgan bo'lsa, biz xursandmiz. Molni mana kasal bo'lsa, обязательно kasallikka qarshi dori darmonlarni ham tuzatishda oson, oqsilni ham tuzatishda oson yo'llarini oqsil o'rgatamiz, ko'rsatib boramiz, xudo xolasa inshaalloh. Hammaga omad, iloyim hammani uyida muqim mollardan bo'lsin.